Qalisan deb yaxshimsa, sen yaxshisan. Voy ishlarim ko'payib ketdi, o'shaning uchun kech qoldim. Uzr, syomkaga urib yotibman. O'shaning uchun kiyimni ham alishtirmasdan ulgurmadim даже. Voy o'rta syomkalar urib yurgan bo'lsang, men biznesga urib yurmay, yangi mashina oldim. Voy yo'g'i, Chiqsak ko'rsataman. Voy ikkalingni ham ko'raman deb Dubaydan uchib keldim. Robka ko'pligidan kechikib ketdim. Dubayga bo'lsa, mana brilliantimni olganda boruvdim-da. voy qizlar nima yeymiz? Shundan gapiringlar. Oilaviy bilan juftlik set etaylik. Ha, to'g'ri aytasan. Как раз hozir skidka ketyapti. Oilaviy setida 235 santimetrli pitsa, bitta sinamon va so'ki 165 ming so'm ekan. Juftlik setida bo'lsa 25 sentimetrli pitsa, ikkita razliv kola, ikkita monster sinamonlar 125 ming so'm ekan. Voy, zo'r-ku. Faqat pulini kim to'laydi? Kelinglar bitta o'yin o'ynaymiz. O'yin. Kim yer oxirgi telefon qilsa, o'sha shot to'laydi. Qizlar, nimani kutyapmiz? Biz yerimiz yo'q-ku.